o'rtoqlar, man anor bilan gaplashishim kerak. Yuqorisi chiqadi, yuqorisi endi shu narsaga shu narsaga bosgan bo'lsa, shu narsa bosdi shunday. Agar yolg'on bo'lsa, yolg'on. Xo'sh. Aroq. Qaytdi. Aroq qaytdi. Aroq qaytdi. O'qidim, shunaqa narsa deyilsa, shu narsa bo'ladi deyishgandi. Bu narsa yomon ekan. Ishonmadim. Endi endi texnikumga keldim. Texnikumdan sizlarga yoqqan video sizlarga yoqqan bo'lsa like bosasizlar, bitta obuna bo'lasizlar, подписка tashinglar. Chunki sizlar uchun videoni tayyorlayman har kuni, videodaman har kuni. Endi qaysi sohada charchamanglar sizlar bilan. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bugun men tashlandiq binoda 24 soat yashab qolaman. O'sha video bugun endi chiqadi. Xo'jamas. Mana tashlandiq binoga kirgandim. Xo'sh, endi men bitta joyni topishim kerak, u yerda yashab qolaman. Bugun 24 soat. Qaysi joy yaxshi bo'ladi, yaxshi ekan. Ham o'zi tashlandiq, o'zi aslida tashlandiq bino asli mana mana shu joyda, mana shu texnikumda bugun 24 soat qolaman. O'shaning men aslan sekin o'sha
topishim kerak bu yoqqa. O'shaning uchun bilmayman qaysi tomonda joy topib, qaysi joyga joy topib o'shani qilishga. Mana shu tomonda shu joy solib o'shani ishlayotganman bir kun. Bilan xo'sh, endi sizlarga bitta narsa ko'rsataman hozir. O'sha endi narigi tomondagi o'sha texnologik kiraman, o'sha tomondan video boshlanadi. O'sha tomondan video olinadi. Hech kim yo'q, odamlar yo'q, hech kim yo'q. Bitta o'zimman. Chunki hamma videomda hech kim videoga olmagan. Faqat video olib o'zim qilaman. Bitta o'zimman. Hech kim yo'q. Hammada hech kim yo'q. Odamlar yo'q, hech kim yo'q. Mana ko'rsanglar, ishonayotgan bo'lsanglar, hech kim yo'q. Bitta o'zimman. Hozir o'zi aslida hamma videoga ham o'zi bitta o'zim video olaman. Endi Minoga kirganman. Sizlar endi yozinglar endi videodan tagiga. Qaysi tomon yaxshi ekan, qaysi tomonda mana shu joyda yoqasiz, mana shu joyda video tagiga yozaveringlar. Balki sizlarni kommentlarni o'qib, shu tomonga joy solib, o'sha tomonga yotamiz. Bo'lmasa qanday, uni xohlasanglar, agar yotish joy bo'lmasa yo bunaqada yotsam yoki tomda yotsam yoki kirgan kelibsiz o'lim makoniga. Joy topishim kerak yotishga. Endi qaysi tomonda yotish hozir bilmayapman. Sizlarga
restoranga kerakli. Men o'sha joy, o'sha topsam, o'sha yotishga o'sha joy topsam bo'ldi. Video ayol soslamlar bo'linglar, chiqinglar. Video o'sha tugadi. Bundan shu kuni joy topa olmadim. Yotishga joy topa olmadim. Menimcha bugun bugun 4 soat video ololmayman. Menimcha shu video topa olmadim. Janjim. Video bo'ldi tugadi. Qaysi soslamlar bo'ldi, chaqsangiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like va obuna bo'ling. Assalomu alaykum. O'rtoqlar, yaxshimisizda? Bugun men morgga keldim. Bugun morgda aylanib chiqamiz morgga. Xo'sh, o'sha joyga keldim morgga. O'sha tashlandiq o'sha shifoxona pastda aytganda banisa deyiladi. Mantiqni dorilar. Mana o'sha tashlandiq shifoxonaga. Chunki bu yerda ko'p bu yoqqa uncha hech kim bu yoq tomonga kelishmaydi umuman. Hech kim kelmaydi bu yoq tomonga umuman. Shuning uchun men keldim sizlarga. Chunki sizlar uchun men sizlarga aytganman, morgga borib, morgda shu aylanib chiqaman deganman. O'shaning uchun shu joyga bugun keldim. Xudo xolasa sizlarga yoqadi deb umiddaman. Bitta obuna bo'lib, like bossanglar, o'sha hamma yoqlarni o'sha tanishtirib chiqamiz. Bo'lmasa ketdik, boshladik. Endi ovozga endi e'tibor bermaysizlar, chunki o'sha shamollab qoldim. O'shaning uchun qaranglar, endi men hozir sizlarga mana shu shifoxonani, eski banisani o'sha oldida yana bitta uychi bor ekan. Qanaqadir bilmayman, tashlandiq ekan. Yoq tomonga hech kim bormas ekan. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozir shu tomonga ham borib, o'sha tomonga ham borib ko'rsatib, sizlarga chiqib, hozir sizlarga shu tomonga ham ko'rsatib chiqaman. Ana, to'g'rida. Ana to'g'rida, o'sha tomonda boramiz hozir o'sha tomonga. Yoq tomonda menga aytishdi, mana shu yashaydigan lardan shu so'radim, mana shu yashaydiganlardan so'radim. Bu yoq tomonda nima bor desam, bu yoq tomonda hech narsa yo'q deyishdi. Oddiygina bir tashlandiq uy bo'lib ketdi deyishdi. Bu yoqda lekin haqqashda ko'p ekan. Va ancha shuni bilasiz. Videoga mana o'sha cho'ndan shu bu yoq tomonga qarab, bu yoqda chunki hozir pastda, bu yoq tarafik pastda, mana qaranglar, mana pastda mana podvali bor ekan. Tepasida esa oddiygina joy bor ekan. O'shanga hozir sizlarga bir hozir tanishtirib chiqaman sizlarga. O'shaning uchun hozir sizlar bitta like bosinglar va obuna bo'linglar, chunki bizga YouTube kanalimizga 1 minut qo'yishimiz kerak. Chunki sizlar uchun men harakat qilaman, chunki morgdadan mana shu morgga mana keldim. Ko'rdinglar, morgga kelib, sizlar uchun mana video olinyapti. Qanchalik like bosib qo'yib, qaydish qilaveringlar. O'sha tomonga keldim. Mana shu tomon, chunki bu yoq tomon menga aytishdi, bu yoq tomonda kimdir yashaydi desam, yo'q, bu yoq tomonda hech kim yashamaydi. Bu yoq tomonda faqat oddiygina tashlandiq bino bo'lib qolib ketgan deyishdi. O'shaning uchun